O'zi chala traderlar chiqqan, boshqa chiqqan, boshqa chiqqan. To'xtamayapti. Chiqib ketyapti pul. Ya'ni chala insonlarga qo'lib ketyapti-ku, razgon deyapti, nimadir millionlar qildim deyapti. Odamlar deyapti, odamlar pul topib kelib o'qiyapti, noto'g'ri bilim olyapti. Noto'g'ri bilim ortidan million dollarlab O'zbekistondan chiqib ketyapti. Lutchi shu narsa bo'lyapti baribir. Qonunlashtirib, to'g'ri bilim beraylik. Men aytayapman, do'stlar, nechta trader bilan ko'rishdim. Do'stlar, sizlar noto'g'ri qilyapsizlar. Men kurs sotadigan odam emasman. Men kurs sotmaganman, aytayapman. Do'stlar, sizlar noto'g'ri qilyapsizlar. Xalqni aldayapsizlar. Xalqni aldayapsizlar deb chiqsam, xalq menga o'qilyaptiki, u bizani o'qityapti, o'rgatyapti, u milliard dollar ishlagan deyapti. Lekin tushunmaydi, mohiyatiga borib bilmayapti xalq. Lutchi men aytayapman. To'g'ri bilim beraylik o'shalarga. Faqat trading degani chartchani tomosha qilib, grafikchani tomosha qilib o'tirish emas, bizani aldashyapti. Fibonacci ishlaydi deydi. Menda dissertatsiyalar bor, JP Morgan Bank tomonidan yuborilgan dissertatsiyalar bor. Olimlar ishlagan. Fibonacci unaqa ishlamaydi. Bizga loq qilib aldashyapti deyapman. Lutchi biza to'g'ri bilim beraylik, baribir tufli odamlar noto'g'ri bilim beryapti. Lutchi to'g'ri bilim beraylik, baribir bo'lyapti shu narsa. Lutchi to'g'ri bilim berib, Lutchi o'sha insonlarni o'zgartiraylik, baribir million dollar chetga chiqib ketgancha Lutchi saqlab qolaylik o'sha narsani.